qalbida saodat shuurlarini his qilishligi ularni mana shunday insonni aqli bovar qilmaydigan darajada ulug' ishlarni qilishlikka turtki bo'ldi, quvvat bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam musulmon qo'shinni qurollantirish uchun infoq qilinglar deganlarida uydagi hamma boyligini olib kelib o'rtaga qo'ydi. Shunda payg'ambarimiz: "Ey Abu Bakr, oilangizga ham bir narsani qoldirib keldingizmi?" deganida, "Ha, bundan yaxshirog'ini qoldirib keldim." "Nimani qoldirdingiz?" "Alloh va Rasulini roziligini qoldirib keldim uyimga." Ya'ni hamma narsasini ko'tarib kelib tashlashlikka nima majbur qildi? Ana shu qalbidagi al-vajd, saodat shuuri, saodat hissi. Suhayb Rumi bu kishi Makkaga kelgin deydi. Rasulullohning sahobalari Madinaga hijrat qilishni boshlaganlarida bu kishi ham hijrat qildi.